Kambag'allik ikki xil bo'ladi. Taqdir kambag'alligi, yalqovlik kambag'alligi. Taqdir kambag'alligi tushunarli. Alloh taolo har qancha ishlamasin, har qancha harakat qilmasin, faqir deb yozib qo'ygan uchun boyimayapti. Biz bu kambag'allikni aytmayapmiz. Biz yalqovlik bilan kambag'al bo'lgan otani aytyapmiz. Tushunarlimi? Xo'p, pul topmayapti, katta pul topmayapti ota. Lekin taqvoli, shaxsiyati kuchli, siyosatini mahkam ushlagan odam bo'ladigan bo'lsa, pul topmasa ham bola quloq soladi. Chunki bunaqa ota Allohni tanitsa bolalariga, Allohni tanigan bolalar otasini puli bor yo'qligiga qaramaydi. U meni otam deydi, jannatimning bitta eshigi deydi. Tirikchilik bilan shug'ullanmasdan doim masjidda o'tiradigan bir odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga haligi yigitga seni kim boqadi deb so'radi. Haligi yigit akam dedi. Deganida ahuka abadu minka. Akang sendan ko'ra ibodatliroq ekan dedilar. Tushunarli